Assalomu alaykum. Agar siz mashinangizni yo'lda o'zini ushlashini yaxshiroq qilmoqchi bo'lsangiz, pavorotlarga kirayotganingizda, o'sha qayrilishlarga kirayotganingizda avtomobil o'zini yaxshiroq ushlashini, o'sha tezlikda o'zini yaxshiroq his qilishini xohlayotgan bo'lsangiz, mashinangizni podveska, ya'ni osma tizimini to'g'ri nastroyka va sozlashni o'rganishingiz kerak. Avtomobilning podveska tizimi 3 ta parametr bo'yicha sozlanadi. Birinchisi camber, ya'ni razval, ikkinchisi toe, ya'ni sхождение, uchinchisi caster yoki castor. Mana shu 3 ta parametr bo'yicha sozlab beradigan O'zbekistonda juda ham ko'p ustaxonalar bor. Ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak va ko'pchiliginglar buni bilasizlar, ko'pchiliginglar bilmaysizlar. Bu qanaqa sozlanadi, mashinaga qanaqa ta'sir qilishini bilmaysizlar. Bizdan uzoqlashmasdan videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga juda ham manfaatli video bo'ladi. Xo'p, birinchi parametrimiz bu razval. Razval bu avtomobilning g'ildiraklari mashinada qanaqa holatda og'ib turganligini ko'rsatadi. Bu 3 xil holatda bo'lishi mumkin. Birinchisi rovna, to'g'ri holatda turgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mashinani mana qaraganingizda, yoniga nisbatan mashinaning g'ildiraklari tekis tursa, umumiy yo'lga nisbatan mashina agar tekis turadigan bo'lsa, bu 0 holatdagi razval, ya'ni zero camber deyiladi. Ikkinchi holat bor, bu minusovoy razval deyishadi yoki negativ camber. Bu mashinani o'sha g'ildiraklarning tepa qismini biroz ichiga kirgan. Biroz gradus deganda -0.5, -1 yoki -1.5 gradus ichiga qayrilgan bo'lishi mumkin. Uchinchi holatda esa bu pozitiv camber, ya'ni plyusovoy razval deyiladi. Bunda g'ildiraklar tashqariga oqqan. Ozgina oqganroq, -0.5, -1, -1.5 gradus tashqariga oqgan bo'lishi mumkin. Mana shu 3 xil holatda mashinaning g'ildiraklarini sozlash mumkin. Endi bularni har birini o'zini mana ustunligi, kamchiliklari bor. Sizga aynan qaysi biri to'g'ri kelishini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi holat bu zero camber, ya'ni hech qanaqasiga og'magan holatda. Ko'rib turibsizlar, mashinaning g'ildiraklari mana qora chiziq asfalt bilan g'ildirakni o'sha kontakt patch deydi, ya'ni kontaktni baravar turibdi. Ya'ni mashina turgan holatida, tekis turgan holatida baravar turibdi. Bu yaxshi. Lekin avtomobil pavorotga kiradi, qayrilishlarga kiradi. Mashina qayrilishga kirgan paytida mashinaning kuzovi og'adi. Ya'ni markazdan qochish kuchi bor, inersiya bor, fizika qonunlari. Avtomobil o'ngga burilayotgan paytda chapga og'adi, chapga burilayotgan paytida o'ngga og'adi. Misol deylik, o'ngga qayrilayotgan paytida, chapga og'gan paytida avtomobil uni mana bu o'qlari, g'ildirakning o'qlari va g'ildirak ham o'sha chapga og'adi. Chapga og'gan paytida g'ildiraklar nima qiladi? Og'ishi hisobiga mana bu asfalt bilan g'ildirakga ballonni tishlanishi baravar bo'lmaydi, mana bunaqa ideal holatda bo'lmaydi. Aynan mana bu holatga keladi. Mana bu holatga kelgandan keyin e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, ichki tarafi g'ildirakni asfalt bilan deyarli yaxshi tishlanmayapti. Asosiy og'irlik kuch tashqi tarafiga tushyapti. Bunaqa holatda avtomobilni o'sha asfalt bilan tishlanishi kamayishi hisobiga pavorotga kirayotgan paytingizda mashina nima qiladi? Balansni yo'qotadi, ya'ni o'zini trayektoriyasidan chiqib ketishga harakat qiladi va bu chiroyli oqibatlar bilan tugamasligi mumkin. Mashina balansda bo'lsin, juda ham katta tezlikda qayrilasizmi, masalan, rulni chувствительности yaxshi bo'lsin, har taraflama mashinani yo'lda o'zini ushlashi yaxshi bo'lsin desangiz, hozirgi paytdagi o'zi zamonaviy avtomobillar, 90% zamonaviy avtomobillar o'zi zavoddan -0.5, -1 mana shunaqa minusovoy razvalda chiqadi. Mana shu minusovoy razval, ya'ni negativ camber holatda mashinaning g'ildiraklarini tashqi taraf o'sha tepa qismi biroz ichiga qayrilgan holatda turadi. Bu tekis yurayotgan paytida to'g'ri unchalik stabil bo'lmasligi mumkin, lekin pavorotga kirgan paytida, mashina og'gan paytida tasavvur qilinglar, mana shu holatda turgan g'ildirak og'gan paytida bu to'g'rilanadi. Bu degani mashinaning g'ildiragi mana bu holatga keladi, qayrilishlarda. Ya'ni agar siz avtomobilingiz qayrilishlarda o'zini yaxshi ushlasin desanglar, minusovoy razval, ya'ni negativ camberga ahamiyat berishinglar kerak. Qanchalik negativ camber yaxshi bo'lsa, to'g'ri sozlangan bo'lsa, shunchalik pavorotga kirganingizda mashinangiz o'zini yo'lda yaxshi ushlaydi. Lekin buni ham xuddi o'sha zero camber yoki nulovoy razvalga o'xshab katta minusi bor. To'g'ri yurayotgan paytingizda e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, g'ildirak asfalt bilan bir tekisda tishlanmayapti. Ichki tarafi ko'proq, ikkita tarafida ham mana ichki tarafi ko'proq tishlanyapti, tashqi tarafi esa unchalik yaxshi tishlanmayapti. Bu
avtomobilni g'ildiragini yedirilishida asosan mana shu ichki tarafi ko'proq yedirilib, tashqi tarafi kamroq yedirilishiga olib keladi. Bu birinchi katta minusi. Yana bir minusi, avtomobil to'g'ri ketayotgan paytida o'sha tormozlanishi va to'g'ri yo'lda ketayotganda o'zini yo'lda ushlashi nisbatan yomonroq bo'ladi. Nimaga? Katta tezlikda to'g'ri ketayotgan paytingizda e'tibor bering, avtomobil iloji boricha yo'l bilan, asfalt bilan yaxshiroq tishlashi kerak. Katta tonna, 2 tonna mashina katta tezlikda ketayotganda o'zi mashina tezlik paytida yo'ldan nisbatan ko'tariladi aerodinamikani hisobiga. Shunda ham mashinani agar g'ildiraklari yo'l bilan yaxshi tishlanmasa, bu yaxshi oqibatlar bilan tugamasligi mumkin. Shuning uchun ham mana shunaqa minusi bor. Yoki tormozlanayotgan paytingizda ham qanchalik g'ildirak asfalt bilan yaxshiroq tishlansa, qanchalik ko'proq tishlashsa, shunchalik tormozlashingiz yaxshi bo'ladi. Bunaqa holatda e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, asosan ichki taraf ko'proq tishlashyapti, tashqi taraf emas. Ya'ni minusovoy razval pavorotlarda yaxshi, lekin to'g'ri yo'lga yaxshi emas. Endi 3-holat plyusovoy razval yoki pozitiv kamber. Bunaqa holatda mashinani g'ildiraklari nisbatan tashqariga olgan bo'ladi. Hayron bo'layotgan bo'lsanglar kerak. Bu to'g'ri yo'lda tabiiyki yaxshi emas, chunki to'g'ri yo'lda yerga yaxshi tishlashmayapti. To'xtash, tormozlanishda yaxshi emas, chunki asfalt bilan tishlanish yaxshi emas bu yoqda. Ko'ryapsizlar, bir tekis emas. Unda bu nimaga kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Bunaqa holat asosan avtomobilda ko'p yuk ortib yuradigan avtomobillarda ishlatiladi. Asosan Labo avtomobillarida men e'tibor beraman yoki Damas avtomobillari orqa qismida, asosan shu Labolarga e'tibor beringlar, orqa qismida ikkita g'ildiragi nisbatan mana shu pastki qismi ichiga qaragan bo'ladi. Bu avtomobilga yuk ortilgan paytida, og'irlik tushgan paytida agar ikkita g'ildiragi o'rtasida yaxlit o'q bo'ladigan bo'lsa, o'qqa og'irlik tushgan paytida ikkita g'ildiragi o'z-o'zidan tortadi. O'q bosilgan paytida ikkita g'ildirak mana bundoq turibdimi, o'rtasidan bosilgan paytida mana bundoq to'g'irlanadi. To'g'irlangan holatida yer bilan tishlanishi, ya'ni to'g'irlanadi. Bir tekisda tishlanishni boshlaydi. Bu ya'ni nima demoqchiman? Plyusovoy razval asosan yuk ortadigan, ko'proq mashinasiga yuk ortib yuradigan odamlar uchun yaxshi. Lekin agar yuk ortmagan paytingizda esa bu har taraflama yomon. Pavorotga kirganingizda o'zi mashina tashqariga og'adi, o'zi g'ildirak shundoq ham og'adi. G'ildirak yana ham og'ib turib, yana ham bu xavfli yuzaga keladi. Shuning uchun Labo yoki Damas avtomobillarga katta pavorotga kirgan paytingizda o'zini yo'lda ushlashi juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Sababi aynan shu. Misol uchun deylik, Kia K5 avtomobilda zavod tarafidan birozgina -0.5 dan -1 gacha gradusda minusovoy razvalda chiqadi. Gabarit katta, og'ir bo'lgani uchun, pavorotga kirgan paytingizda avtomobil o'zini yaxshiroq ushlashi uchun bu narsa yordam beradi. Agar zero camber yoki nulovoy holatda bo'ladigan bo'lsa, u pavorotga kirganingizda biroz xavfliroq bo'ladi. Yana bir narsa, agar avtomobilinglarni pnevmatika qo'ydirib, cho'ktirib yurmoqchi bo'lsanglar, stans holatida olib yuraman desanglar ham, sizlar uchun eng ma'qul yo'l bu minusovoy razval. Sababi, mashina cho'ktirgan paytingizda kuzovi, arkalari mashinani g'ildiragi, diskasi, balonini ishqalamasligi uchun, tegib qolmasligi uchun ham birozgina minusovoy razval bo'lgan paytida mashina cho'kkanda ham mana shu joyga tegmaydi. O'zi e'tibor berayotgan bo'lsanglar, hozirgi paytda ko'chalarimizda pnevmatika qo'yib cho'ktirib yurganlar, mashinani birozgina cho'ktirib yurganlar ko'p. Shunaqa holatda ham mana shu minusovoy razval kerak bo'ladi. Lekin minusovoy razvalni me'yordan oshirib ham bo'lmaydi. Me'yordan oshiqcha agar gradusda bukib yuboradigan bo'lsangiz, yana ham o'sha buni minuslarni ko'paytirib yuboradi. Ya'ni o'sha yo'l bilan tishlanishi, to'g'ri yo'lda tormozlanish, to'g'ri yo'lda ketayotganda avtomobilni balansiga ta'sir qiladi yana ham. Bu birinchidan, ikkinchidan mashinani o'sha pavorotga kirayotgan umuman mashinani rul chustvasini agar juda ham ko'p burib yuboradigan bo'lsangiz, rulni birinchidan og'irlashtirib yuboradi. Ikkinchidan, pavorotga kirayotganingizda ham mashinani og'ish burchagidan hisobini olmaydigan bo'lsangiz, agar bu teng darajada asfalt bilan to'g'ridan-to'g'ri tishlashmaydigan bo'lsa, bu ham sizga plyuska emas, minusga ishlab qoladi. Shu uchun
avtomobilni minusavoy razval qilayotganda -0,5, -1, maksimum -1,5 gacha mashinani turidan kelib chiqib minusavoy razval bergan yaxshi. Endi ko'rasizlar, internetda minusavoy razval juda ham katta burchak ostida qilib yurishadi-yu, ayniqsa yapon avtomobil kulturasida mana shunaqa avtomobillarni ko'p uchratsangiz bo'ladi. Orqa glujitellarni osmongacha chiqarib qo'yib, cho'ktirib mashinani yergacha tekkizib, g'ildiragini bundoq qilib qo'yadi-yu. Bunaqa narsalar mashinani prosta stance uchun, kulturani ko'rsatish uchun, qanaqadir posing uchun, mashinani namoyish, prezentatsiyasi uchun chiroyli bo'lishi mumkin, lekin yo'lda yurishiga bu aks ta'sir qiladi. Yaxshilikka olib kelmaydi. Shu uchun hamma narsani me'yorda qilgan yaxshi. Demak, keyingisi bu sxождение, ya'ni to. Bu 3 xil bo'lishi mumkin. 0 holatida bo'lsa, mana mashinani tepadan qaraganingizda g'ildiraklar mashinani направленияsi, yo'nalishi bo'yicha to'g'ri turibdi. Plyusovoy sxождениеda avtomobil g'ildiraklari ikkalasi ham ichiga biroz qaragan holatda turibdi. Mana o'sha old qismi biroz ichiga kirgan, oldi qismi biroz tashqariga qarasa minusavoy holatda bo'ladi. Bu nimaga qilinadi? Plyus holatda bunaqa nastroyka qilinishini sababi nima? Avtomobil to'g'ri yo'lda yurayotgan bo'lsa, agar to'g'riga harakatlanadigan, misol deylik, to'g'riga drag racing qiladigan bo'lsa, mashina o'zini yo'lda yaxshiroq ushlash uchun, o'zini yo'lda yaxshiroq his qilish uchun, iloji boricha mashina o'ngga chapga tashlamasdan to'g'ri harakatlanish uchun bu juda ham katta yordam beradi. Va bu yana bir holatda, agar avtomobil orqa privod bo'ladigan bo'lsa, kuch mashinani orqadan itarayotgan paytida, ya'ni oldindagi g'ildiraklar motor gullanmagan holatida, orqadan kuch kelgan paytda g'ildiraklar o'z-o'zidan yoyilishga moyil bo'ladi. Ya'ni plyusovoy sxождениеda agar zadniy privodda mashina tezlashgan paytida bu birozgina o'sha yoyilishi hisobiga mashinaning shu g'ildiraklari mana shu to'g'ri holatga yaqinlashadi. Bu nimani beradi? Orqa privoddagi mashinani ham o'sha yurayotganda o'zini yo'lda yaxshiroq ushlashi, mashinani g'ildiraklarini to'g'ri yedirilishi, chunki bu avtomobilning g'ildiraklari bu holatida ham yedirilishi bunga nisbatan biroz ikki xil holatda yediriladi. To'g'ri holatda yedirilmaydi. Bu eng to'g'ri holatda yediriladigan holati bu. Xo'p, bu holat shuning uchun ham o'sha to'g'ri yo'lda harakatlanganda, to'g'ri yo'nalishda harakatlanish uchun juda ham qulay hisoblanadi. Endi minusavoy sxождение nimaga kerak? Agar avtomobil передний привод, ya'ni old привод bo'ladigan bo'lsa, oldi g'ildiraklarni aylantirayotgan paytida kuch oldinda bo'ladigan bo'lsa, g'ildiraklar o'z-o'zidan ichiga intiladi. Oldi tarafi ichiga intiladi. Bu fizika bu. Ichiga intilgan holatda mashinaning g'ildiraklari biroz to'g'irlanadi. Bu birinchi plyusi. Ikkinchi tarafdan avtomobil поворотga kirgan paytida g'ildirak agar qanchalik yoyiq holatda bo'lsa, ya'ni minusavoy holatda bo'lsa, поворотga kirganda shunchalik rul чувствительный bo'ladi. Ya'ni siz поворотga kirganingizda minusavoy sxождениеda yaxshiroq поворотga kirasiz. Shuning uchun ham avtomobillarda ko'pincha ko'p поворотlarga kiradigan, misol uchun deylik, poygani oladigan bo'lsak, drag racingda iloji boricha plyusavoyda, masalan sprint holatlarida yoki krugovoy gonkalarda asosan minusavoy holatda old sxождение sozlanadi. Shunda avtomobilni поворотga kirgan paytida mashina trayektoriyani to'g'ri olishi va oldi qismini nima deydi, juda ham gibkiy qilib qo'yadi. Mashinani o'ngga chapga o'tishi juda ham tezroq bo'ladi. Misol yo'lda bunda shashka qilib yuraman desangiz ham, eng yaxshisi shu. Buni ham bitta yomon tarafi bor. Bu holatida agar avtomobilni to'g'ri yo'lda bosaman, bu holatida drag racing qilaman deydigan bo'lsangiz, avtomobil to'g'ri yo'lda o'zini balansini yo'qotadi, stabilligini yo'qotadi. G'ildiraklar minusavoy sxождение holatida to'g'ri yo'lda stabilni yura olmaydi. Bunchalik stabilni yura olmaydi, plyusovoychalik stabilni yura olmaydi. Shuni oqibatida siz avtomobilda to'g'ri yo'ldagi balansini yo'qotasiz. Shunda siz to'g'ri yo'ldagi balans uchun sizga plyusovoy sxождение kerak. Qayrilishlarda ko'p yuradigan bo'lsangiz, sizga minusavoy yoki sport tarafdan oladigan bo'lsak, agar siz to'g'ri yo'l gonkalarda bo'ladigan poygalarda, mana bu holat sizga yaxshi. To'g'ri yo'ldagi stabillik uchun поворотlarga tez kirib chiqaman deydigan bo'lsangiz yoki drift qilaman desangiz, sizga eng yaxshisi minusavoy sxождение
hisoblanadi. Endi eng ideal holatda buni ham plyus minusi, buni ham plyus minusini hisobga olib, ikkalasini jamlagan holatda bo'lsa, mana bu eng ideal holat hisoblanadi. Chunki bu yoqda ham to'g'ri yo'lga, ham pavorotlarga ikkalasini plyus minuslarni o'z ichiga oladi. Endi avtomobillar, o'sha sizda savol tug'ilishi mumkin. Unda nimaga hamma avtomobil brendlari o'z zavoddan o'zi nulovoyda chiqib, faqat nulovoyda yurmaydi deyishingiz mumkin. Yo'q, avtomobillar zavoddan hammasi ham nulovoy схождение bilan chiqmaydi. Deylik, misol uchun, ko'pchilik zamonaviy avtomobillar, hozir boya aytib o'tganimdek, orqa privoddagi avtomobillar ko'pincha old o'sha g'ildiraklari birozgina -0,5, -1 gradus atrofida plyusovoy схождениеda bo'ladi. Nimaga? O'sha boya aytib o'tganimdek, agar orqa privod bo'lib, orqa g'ildiraklar ведущий bo'ladigan bo'lsa, itaradigan paytida o'sha g'ildiraklar orqadan kelgan kuch hisobiga, yoyilish hisobiga rul to'g'irlanadi. O'sha g'ildiraklar to'g'irlanishi hisobiga to'g'ri holatga keladi. Yoki nabarot old privod avtomobillar bo'lsa, ko'pincha holatda zavoddan minusovoy схождение bilan birozgina -0,5 yoki -1 minusovoy схождение bilan keladi va u avtomobil harakatga kelganda, kuch kelgan paytida u g'ildiraklar ichiga tortiladi va shuni hisobiga to'g'irlanishiga olib keladi. Endi ba'zi avtomobillar bor, o'zi mana bu rulini, o'sha g'ildiraklarini kuch ta'sirida og'ishi, misol ichiga qayrilishi yoki tashqariga mana bunaqa og'ishi, bu salni bloklarini o'sha yumshoqligidan ham kelib chiqadi. Hozir ko'pchilik avtomobillarning silent bloklari shunaqa darajada qattiq plastmassaviy qilib ishlanyaptiki, ko'pchilik avtomobillarda mana shu схождениеni harakat davomida o'zgarishi deyarli yo'q. Схождение harakat davomida o'zgarmaydigan avtomobillarda silent bloklar qattiq qilib ishlangan, podveska tizimi qattiq qilib ishlangan avtomobillarda iloji boricha nulovoy holatda схождениеni настройка qilgan yaxshi. O'sha razvalga borganingizda схождениесini nulovoy qilib qo'yganingiz yaxshi. Agar sizda misol ko'pchilik silent bloklarni yumshoq, quyma rezinali yumshog'ini qo'ydirishadi, to'g'rimi? Bu mashinani yumshoq yurishiga yordam beradi. Lekin buni boshqa tarafdan agar orqa privod mashina bo'ladigan bo'lsa, oldi g'ildiraklari minusga intiladi, old privodlari bo'ladigan bo'lsa, avtomobillar g'ildiraklari plyusga intiladi. Shuni ham hisobini olib turib, настройка qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu hammasi avtomobilni modelidan, markasidan kelib chiqib, avtomobil podveska elementlarini qanaqa materiallardan, qanaqa ishlangandan kelib chiqib, yumshoq qattiqligidan kelib chiqib, схождениеni настройка qilinadi. Bizda 3-chi va oxirgi sozlash bu kastor deb ataladi. Kastor, ya'ni avtomobilni e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, oldida vertikal o'qqa nisbatan avtomobilning podveska tizimi qanaqa burchak ostida joylashgan. Agar vertikal o'qqa nisbatan podveska oldinga qarab turadigan bo'lsa, bu negativ kastor deyiladi, ya'ni minusovoy kastor. Vertikal o'q bilan avtomobilda o'sha podveska o'qi agar bitta o'qda joylashgan bo'lsa, bu neytral holatdagi, ya'ni nulovoy holatdagi kastor bo'ladi. Agar nabarot vertikal o'qqa nisbatan podveskani o'qi orqaga og'gan bo'lsa, bu plyusovoy holatdagi, ya'ni pozitiv kastor deyiladi. Plyusovoy kastor. Hozirgi paytdagi deyarli barcha avtomobillarni o'qiga o'tiribda qaraydigan bo'lsangiz, birozgina pozitiv kastorda joylashgan. Neytral holatdagi yoki negativ holatdagi kastorlarni juda ham kamdan kam uchratadi. Asosan eski avtomobillar negativ kastorda bo'lgan. Nimaga? Eski avtomobillarda o'sha rulida gidravlika yoki elektrichskiy assistentlar bo'lmagani uchun, rulni og'ir bo'lgani uchun, o'sha rulni nisbatan yengillashtirish maqsadida birozgina negativ kastor yordam beradi, avtomobilni rulini boshqaruvini yengillashtirib beradi. Pozitiv kastorda bo'lsa, rul biroz og'irroq bo'ladi, lekin avtomobilda yo'lda o'zini ushlashi yaxshiroq bo'ladi. Bizda hozir razval схождениеga borib, mashinamni mani kastorini sozlab bering desangiz, %100 holatda настройка qila olmaydi, chunki u zavoddan o'zi bitta kastorni tepa qismi ko'pincha svarkalangan, pastki qismi o'sha bolt bilan qotirilgan, uni o'zgartirib ham bo'lmaydi. Hech qanaqasiga zavodni parametrini tegib bo'lmaydi. Zavod chunki avtomobilni kuzovi, avtomobilni holati, uni avtomobil turiga qarab turib, o'zi kastorini shunga qarab
nastroyka qilib qo'ygan bo'ladi. Uning tegishini tavsiya ham qilmayman. E'tibor bersanglar, eski avtomobillarda o'sha boya aytib o'tdim, ruli yengilroq bo'lishi uchun o'sha negativ kastordan ko'proq foydalanilgan. Va negativ kastor bitta eng katta kamchiligi avtomobilni rulini burib, misol razvorot qildinglar, razvorot qilganingizda avtomobilni rulini burib, yana gazni bosganingizda rulni o'zi yana qaytib joyiga kelib olishi bunda juda ham yomon holatda bo'ladi. Reaksiyasi juda sekin bo'ladi. Hozirgi paytdagi zamonaviy avtomobillar asosan plyusovoy holatda kastorda sozlanadi. Nimaga? O'sha boya aytib o'tganimdek, rulni yaxshiroq his qilishingiz uchun va hozirgi zamonaviy avtomobillarda hammasida gidravlika yoki elektrik o'sha quvvatlash bo'lgani uchun rulida sizga o'sha bu og'irligida muammo bo'lmagani uchun va og'irlik bo'lmagandan keyin sizga ko'proq avtomobilda чувствительность, avtomobilda chaqqonligi, rulini joyiga qaytib kelishi zarur bo'lgani uchun ham shu holatda avtomobil g'ildiraklari sozlanadi. Asosan nemis avtomobillari Mercedes rulini burganinglardan ruli g'ildiraklar yotadi-yu. O'sha yotishi nimadan? Chunki o'sha Mercedesda ko'proq mana shu o'qi kastori juda ham katta burchak ostida bo'ladi. Qanchalik mana shu burchak katta bo'ladigan bo'lsa, shunchalik g'ildirak ko'proq yotadi. Zadniy привод avtomobillar, orqa privodli avtomobillarda oldi g'ildirak o'qidan oldi kabinani mana bu o'rtada bulkhead deyiladi, ya'ni kabinaga o'tadigan bulkheadda oraliq masofa katta bo'lgani uchun plyusovoy holatda ko'proq uchratishingiz mumkin. Misol uchun Mercedes yoki BMW asosan zadniy privodli, orqa privodli avtomobillarda shunday o'tirib, mana shu qarasanglar, asosan mana shu o'q qiyshiqroq turadi, ko'proq qiyshayib turadi. Va shuni hisobiga rul ko'proq yotadi. Pavorotga kirganda ko'proq yaxshiroq qayriladi mashina. Har taraflama yaxshi. Shuning uchun ham orqa privodli avtomobillarda e'tibor qilgan bo'lsanglar, rul boshqaruvi juda ham приятный bo'ladi, yoqimliroq bo'ladi. Chunki ularda imkoniyat, o'sha направлениясini boshqarish yana ham yaxshiroq bo'ladi, chunki mana bu o'qning uzunligi hisobiga. Oldi privod avtomobillarda mana shu o'q uzun bo'lmaydi, kaltaroq bo'ladi. Kaltaroq bo'lishini hisobiga ham mana bu sozlanishi, o'sha podveska tizimlarini sozlashdagi bo'ladigan kamchiliklar, o'sha qarshiliklar hisobiga ham bu nisbatan orqa privodga nisbatan oldi privod avtomobillarning rul boshqaruvi shu nisbatan yomonroq bo'ladi. O'zi razval схождения degan narsa avtomobilingiz o'sha kastori boya aytib o'tdim. Kastor deyarli o'zgarmaydi, lekin men razval ham схождение ham avtomobil yurgan sari yamalada, notekis yo'llarda bu o'zgarishga moyil bo'ladi. Chunki o'sha схождение ham razval ham bu boltlar orqali avtomobilda o'sha g'ildiragi pozitsiyasi joylashuvini o'sha boltlar orqali o'sha nastroyka qilingan bo'ladi, sozlangan bo'ladi. Yamaga bitta urdingiz. Yamaga borib bitta urgan paytingizda o'sha boltlari nisbatan buralib, misol uchun deylik, aynan mana shu схождениеda o'qi bo'ladi, o'sha bitta o'q bo'ladi, o'qda rezbali o'sha bolti bo'ladi. O'sha boltni yamaga borib urgan paytingizda agar u bo'shalib yo qaysi tarafga qarab buralib ketishiga qarab turib avtomobilingiz g'ildiragi yo naborot ochilishi yoki ichiga kirib ketishi mumkin. Ya'ni burchaklari o'zgarib ketishi mumkin. Yamalarga qarab. Xuddi shu kamber, ya'ni razvali ham yamalarda yurishingizga qarab, mashinani qanaqa qiynashingizga qarab, qanaqa ekspluatatsiyasiga qarab turib, buni ham burchaklari o'zgarib ketishi mumkin. Shu uchun o'zi tavsiya qilinadi avtomobillarda qanaqa yo'lda haydashingizga qarab, ekspluatatsiyangizni turiga qarab turib, avtomobilingizni 20 ming, 30 ming kilometrda borib, razval схождениеga mashinangizni olib kirib, bu to'g'ri holatda turibdimi, burchaklari to'g'rimi, misol uchun o'sha kamber, ya'ni razvalli burchaklari to'g'rimi, схождениеsi to'g'ri holatda turibdimi, tekshirib turish tavsiya qilinadi. Bu sizga nima beradi? Birinchi navbatda g'ildiraklaringizni to'g'ri yedirilishi. O'sha boya aytib o'tdim, razvalda avtomobilingizni g'ildiraklarini joylashuviga qarab turib, yoki ichi yoki tashqi tarafdan ko'proq yediriladi. Bu oqibatida siz ertaga siz cho'ntagingizga zarar, baloningiz bir tekisda yedirilmayapti. Har taraflama bu sizga zarar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham siz doimiy avtomobilingizni razval схождениеdan borib ko'rsatib, to'g'ri sozlab yurishingiz tavsiya etiladi. Bu ertaga o'zingiz xavfsizligingiz uchun ham foyda beradi. Chunki avtomobilingiz qanchalik to'g'ri nastroyka qilingan, sozlangan bo'lsa, shunchalik pavorotlarga kirganingizda ham, to'g'ri yo'lda ham, yo'lda uzun ushlashi ham har taraflama mashinani o'sha siz xohlagandek bo'ladi.
Shuning uchun demak bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sizlarga agar yana qanaqadir qo'shimcha savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha maksimalniy javob berishga harakat qilaman va yana qanaqa mavzular sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa ham o'zinglarni fikringlarni yozib qoldirishinglarni so'rayman. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar.